Assalomu alaykum qadrlilarim, kuninglar xayrli, mazmunli, barokatli o'tsin. Bugun sizlarga va'da qilganimdek, kompaniyasining top fita choylaridan biri bo'lgan Lux choyimiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Video oxirida esa qanday tayyorlanishlarini ham albatta o'rgataman. Qani ketdik. Lux choyimiz ichakdagi toksin shlaklarni tozalab beradi. Hazm qilish tizimini yaxshilab beradi. Eng birinchi navbatda qabziyatga davo bo'luvchi tabiiy o'tlardan tayyorlangan fita choy hisoblanadi. O'tdagi dimlanishlarni, jigardagi safro yo'llarini va hazm qilishni yaxshilab berganligi hisobiga ichgan paytingizda natija juda ham tez bilinadi. Natijasini ko'rganingizdan keyin o'zingizda yengillikni his qilasiz. Undan tashqari qorin bo'shliqlarini bo'shashganligini, ichaklar bo'shaganligini bilganingizdan so'ng nafas olish tizimingiz yaxshilanadi. Hazm qilish yaxshi bo'lgandan keyin sizda ortiqcha zarda qaynashlari yoki bo'lmasa jig'ildon qaynashi, har xil og'izga keladigan achchiqdan kuzatilmaydi. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan Lux choyimizni o'tkir hidi, achchiq ta'mi yo'q, bemalol yosh boladan tortib homilador, emizikli, yoshi katta va yoshi kichiklarga birdek tavsiya qilsak bo'ladi. Lux choyimizni qadoq ichida mana shunaqa quti ichida 25 ta qadoq joylashtirilgan. Tayyorlanishi juda ham oson. Ishlab chiqarilgan paytda kompaniyamiz har bitta detaliga alohida e'tibor bergan. Uyingizda turganda ham, yoningizda olib yurganda ham juda ham qulay tarzda tayyorlanadi. Bizga kerak bo'ladigan narsa bu qaynoq 150 ml suv kerak bo'ladi. Qadog'imizda ochilish joyi bor, o'zi ko'rsatilgandek ochiladi va bizning ichimizda quti ichida mana shunaqa choy paketlari paydo bo'ladi. Buni issiq choyga hozir 10-15 daqiqaga damlab qo'yamiz va maza qilib ovqatdan keyin ichib olamiz. 5-10 daqiqa ushlab turganimizdan keyin xuddi shunaqa ko'rinishda choyimiz hosil bo'ladi. Bismillah deb buni yoki issiq holatida yoki iliq holatda yoki kun davomida termoslarga damlab qo'yib, kun davomida choy o'rnida ichib yursak bo'ladi. Hidi, ta'mi yo'q. Bismillah. Juda ham yoqimli. Homiladorlar ham yoki bo'lmasa yosh bolalarimiz ham oddiy mahalliy ko'k choy singari bemalol ichib, maza qilib yengil bo'lishlari mumkin. Har bir xonadonda albatta bo'lishi kerak bo'ladigan, hazm qilishda joyiga tushirib berib, qabziyatni normaga keltiradigan Lux choyimiz bo'lishi shart deb hisoblayman. Har birlaringizga tavsiya qilaman.